Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videoda Nasim Talebning Black Sword, ya'ni qora oqqush tasodifga aldanganlar kitobini sizlar bilan birga razborni qilamiz va ushbu kitobdan olingan insaytlar orqali tradingimizni yaxshilashga harakat qilamiz. Mani birinchi ko'rib turganlar bo'lsa, ismim Akrom. Moliya bozorida roppa-rosa 5 yildan beri savdo qilib kelaman. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ringlar, sababi ushbu videoda sizlarga bitta emas, ikkita sovg'am bor. Xudo xolisa chiroyli video bo'ladi. Hop, Nasim Talebni Qora oqqush kitobidan birinchi insaytimiz eng katta xavf tasodifni tizim deb o'ylash deb aytadi Nasim Taleb. Bu nima degani? Ko'p treyderlar bir marta foyda qilib o'zini tizimli deb o'ylaydi. Ya'ni bu repetitiv, qayta takrorlanadi deb o'ylaydi. Aslida esa ular shunchaki omadi kelib qolgan bo'ladi. Bir marta omad kelib qoladi, ikki marta, ayniqsa boshlang'ich treyderlarda bo'ladi. Bir marta omad keladi, ikki marta omad kelgandan keyin uje bo'ldi, men boyib ketdim deb o'ylaydi. Aslida esa bozor vaqt o'tgan sari treyderni sinovdan o'tkazadi. Agar psixologiyangiz kuchsiz bo'lsa, bozor sizni o'yindan chiqarib yuboradi. Haqiqiy tizim foyda bo'lganda ham, zarar bo'lganda ham bir xil intizomda, bir xil strategiyada, bir xil riskda hammasini risk menejmentda ham, money menejmentda ham hammasini bir xil olib ketishda hisoblanadi. Hop, ushbu hamma olingan fikrlar men buni o'zim ichimdan to'qib chiqarib aytayotganim yo'q, aynan shu kitobdan olingan. Hop, ikkinchi insaytimiz biz ko'rinadigan narsani o'rganamiz, ammo yashirin risklarni inkor qilamiz. Bu nima degani? Bozorda foyda ko'rganimizda o'sha payt o'sha risklarni unutamiz. Emotsiyaga berilamiz, eyforiyaga berilamiz, o'sha hamma narsa bizani qo'limizda deb o'ylaymiz. Aslida esa Taleb aytganidek odamlar natijani tahlil qiladi, lekin zarar qilgan payti uni tahlil qilmaydi. Faqat siz ham masalan tradingda foyda qilasiz, qilgan foydangizni ham nimaga foyda qilganingizni bitta ko'rib, trading jurnaliga qarab turib tahlil qilishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun endi men har bitta foyda qilganimda o'zimni foydamni ham, zararimni ham hammasini tahlil qilib, nimaga savdo ochdim, nimaga foyda bo'ldi, nimaga zarar bo'ldi, hammasini o'zim ko'rib chiqmoqchiman va buni sizlarga ham tavsiya qilaman. Va ushbu fikrni Qora oqqush kitobidan, ya'ni Nasim Talebni Tasodifga aldanganlar kitobidan olganman. Ushbu kitobdan olingan hozirgi biz sizlarga aytayotgan 5 ta insaytimdan kim eng yaxshi kommentda insayt yozsa, ushbu kitobni o'z qo'lim bilan bittalarga berib yubormoqchiman. Bu birinchi sovg'am edi. Ikkinchi sovg'am esa oxirida bundan ham yaxshiroq sovg'a bo'ladi. Uchinchi insaytimiz qora oqqushlar kutilmagan, lekin eng katta ta'sir qiluvchi voqealar sababi. Bu nima degani? Bozor har kuni bir xil ko'rinadi, lekin kutilmagan payt qora oqqush keladi deydi. Bu nima qiladi? Hamma narsani o'zgartirib yuboradi. Kutilmagan siyosiy yangilik, masalan, sizlar aktivni o'zingizlar savdo qilayotganlar biladi. CPI, NFP, PPI shunga o'xshagan high volatility, ya'ni katta bozor isitadigan yangiliklar bor. O'sha payt hamma strategiyalarni ishlamaydi. Ya'ni bozor sizni strategiyangizga qo'pol qilayotganda tupurib qo'yib, o'zini yo'nalishida, ya'ni o'sha siyosiy yangiligiga qarab harakatlanadi. Shu payt haqiqiy treyder nima qiladi? Professional treyder oldindan hamma narsaga tayyor bo'lib, o'zini riskini jilovlaydi, o'zini psixologически nima deydi, shunga tayyorlaydi. Ya'ni narx har tomonga yurib ketishi mumkin degan o'yda o'zini riskini cheklab turib, shunga tayyor bo'ladi. Va sizlar ham bunga tayyor bo'lishingiz kerak. Ya'ni o'zingizlarni strategiyalarga ishonib qolmasdan, shunaqa yangiliklarga, har xil siyosiy qora oqqush kelishiga tayyor bo'linglar demoqchiman. Hop, 4-chi insaytimiz tasodif bu dars, lekin uni muvaffaqiyat deb o'ylashadi. Ba'zida siz foyda qilasiz va o'zingizdan zo'r treyder yoqib olasiz. Ya'ni bitta foyda qilasizda pul chiqarib turib, bo'ldi, o'zingizni zo'r uspешный treyderman deb o'ylaysiz xayolingizda. Lekin Nasim Taleb aytadi, bu faqat tasodif bo'lishi mumkin. Biz omadni o'zimizni super nima deydi, bank manipulyatsiyasi, qanaqadir strategiyalar deb o'ylaymiz. Lekin bu bizni aldab qo'yadi. Bu shunchaki omad deb aytadi Nasim Taleb. Trading is a zero sum game deb qo'yadi. Ya'ni men endi bundan olgan insaytim o'zim nima deb aytaman? Men har bitta qilgan savdoyimdan foydami, zararmi bundan dars olaman. Ya'ni bu shunchaki bozor ehtimollar nazariyasidan tashkil topgan deb o'zimga insayt oldim. Sababi
men sizni strategiyangiz zo'r bo'lsa ham, bozor u strategiyaga qarab o'zini harakatini, yo'nalishini davom ettirmaydi. Shunchaki bu ehtimoli nazariyasi. Hop, oxirgi insaytimiz haqiqiy barqarorlik noaniqlikni qabul qilishda. Ko'p treyderlar bozor oldidan bilmoqchi bo'ladi. Ya'ni narx shu joyiga 100% keladi, javob deb qo'yishadi. Aslida bo'lsa bunaqa emas. Men ham oldin boshida boshlaganimda shunaqa edim. Narx shuki kelishi shart deb turib, men bozorni majburlardim. Lekin hozir bo'lsa shunchaki bu imkonsizligini men tushunib yetdim. Yillab o'tib. Bozorni boshqarish kerak emas. Bozorni siz boshqara olmaysiz. Shunchaki siz o'zingizni qo'lingizda bo'lgan narsalarni kontrol qilishingiz mumkin. Bu nima? Risk, money management va o'zingiz oldindan foydaga ham, zararga ham tayyorlanishingiz. Shunchaki o'zingizni nazorat qiling, bo'ldi. Chunki bu bozorda uzoq muddatli o'ylab qaror qabul qilish sizni muvaffaqiyatga yetaydi. Ya'ni noaniqlikni siz qabul qilasiz va uzoq muddatga riskingizni cheklab turib savdo qilasiz. Masalan, siz har bitta savdoga 1-2% dan risk qilsangiz, siz masalan bitta shotni yo'qotish uchun sizda 60 tadan ko'p imkoniyat bo'ladi. Ya'ni siz shotingizni 0 qilishingiz uchun kamida 60 ta yoki 100 tagacha siz ketma-ket zararli savdoni qilishingiz kerak. Lekin nima deydi, bozorni siz noaniqlikda ishlayotganingizda ham hech qachon bu 0 bo'lib ketmaydi deb aytmoqman. Xo'p, bu hamma fikrlar, yana bir bor aytaman, bu meni o'zim to'qib chiqarmadim. Nasib Talebning ushbu kitobdan olingan xulosalarga qarab. Xo'p, video foydali bo'lgan bo'lsa, like oqartirib, kommentda mana shu insaytlardan eng yaxshi komment yozgan odamga ushbu kitobni men o'zim sovg'a qilmoqchiman. Endi bo'lsa eng oxirgi sovg'amga o'tamiz. Endi bo'lsa oxirgi sovg'am sizlarga $5000 prop shot sovg'a qilmoqchiman. Ushbu shot o'zim ishlayotgan, payoutlar qilib beradigan ishonchli prop kompaniyadan sizlarga hisob olib bermoqchiman. Ushbu prop shot yutib olish uchun Instagramga post chiqarganmiz. Oxirgi postda hamma shartlarini batafsil tushuntirib berganman. Shu orqali qatnashib, prop shot yutib olib, bemalol o'zingizlar savdo qilib, agar foyda qilsanglar, men pul chiqarishlarga hamma yog'iga o'zim xudo xolisa yordam beraman. Shotni o'sha o'zingizlar nomingizga olib berib, hech qanaqa o'yin bo'lmaydi, halol bo'ladi. O'zingizlarga hammasini o'tkazib beramiz. Hop, ushbu videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, sizlarni tabriklayman. Sizlar ham juda ham intizomli, o'zingizlarning ustingizda ishlab, savdoyinglarni ham, hayotda ham o'zingizlarning intizominglarni rivojlantirayotgan odamlar deb sizlarni men bilaman. Hop, agar sizlar bizning mehnatimizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsanglar, kanalga obuna bo'linglar va like, komment bilan qo'llab-quvvatlab boringlar. Keyingi videolarda ko'rishamiz.